Navbatdagi xonadonimizga termo 78dan ish romlarini qo'ydirganmiz. Hozircha sizlarga qisqacha ma'lumot berib boraman. Bu xonadonimizga biz termo 78dan ish rom qilib berganmiz. Ikki tarafga ochiladigan splashli holatda bo'lgan, eni 1.45 ga, balandligi 2.70 bo'lgan o'ynaganmiz. Energiya tejovchi kukuntur oynadan qilib berganmiz. Rangi Merkury Chandrazit bo'lgan. Hozir eshigimizdan xuddi shunaqa. Bu tomonda eshigimiz tashqariga ochiladigan vitrazli eshik qilib berganmiz. Xususiy chekkasi qo'y, o'rtasida ikki qanotli eni 1.60 lik eshik bilan ruchkamiz stubli ruchka. Italyanskiy ochiq yopilishlari juda yengil. Oyna ichida shotlankali holatda qilib berganmiz. Lekin hozir romlarni ochiq yopilishlarini ko'ramiz. Juda yengil holatda ishlayapti. Va bu tomondagi romlarimiz hammasi ichkidan tashqari panorama holatda ko'rinibdi. Podokoniyalar bilan birga qilib berganmiz. 20 cm qo'ldan 20 cm ko'tarilgan holatda panoramaga holat bo'lgan. Ochiq yopilishlari juda yengil. Har bitta ochilishida o'zini shunaqa dvayno mexanizmli holatda qilib berganmiz. Va bu tarafda ham xuddi shunaqa romlarimiz hammasi ikkitadan ochiladi. Ruchkamiz tublini ruchkadan qo'yib berganmiz. Italyanskiy har bittasida dvayno mexanizm holatda ochiladi. Va bu tarafda ikki qanotli eshik qilib berganmiz. Teng qanotli eni 1.50 ga, balandligi 2.80 bo'lgan splashli holatda bemalol ochilib yopilishlari bemalol yengil holatda ishlanadi. Ko'rishingiz mumkin, yengil holatda ishlayapti. Tashqariga ochiladigan eshikda tashqarida xuddi shunaqa italyanskiy petlalar ko'rinib turadi. Bunga ham xuddi splashli holatda, shotlankali holatda qilib berganmiz. Oynamiz energiya tejovchi oyna qilib berganmiz. Oldin bu tomonda birinchi etapda qo'yib berganmiz. Keyingi etapda esa xuddi shular bilan bir xil holatda bo'ladigan splashli holatda qilib berganmiz. Hammasida ikkitadan ochilishli holat bo'lgan. Termo 78 shunaqa ramasi Shiroki ramada diagonalda qilib berganmiz. Chunki ertaga avtobus bo'lgandan keyin Shirokida bilinib turgan holatda va pastajli ham bor, podokoniy pastajli holatda kirib ketadi. Va o'zini shunaqa voda slivlari holatga keladi va bu tomonga garajlik uchun biz chempiondan eshik qo'yib berganmiz. Ochiq yopilishlari juda yengil, chempion ham postlar. Bu ham tashqariga ochiladigan eshik va shotlankasi bilan 1.5 qanot bo'lgan, eni 1.20 ga, balandligi 2.70 bo'ladi. Bu tomonda xuddi shunaqa tashqariga ochiladigan eshik qilib berganmiz. Chempiondan qilib berganmiz. Juda yengil holatda chiqamiz. Tashqariga ochilib ichkarisi gulli oyna va tagini duvar bilan birga holatda qilib berganmiz. Bu funksiya ham xuddi shunaqa bo'lgan. Tepaga ham chempionli forshga qilib bergan. Bu tomon gulxo'r, bu tomon ichkaridan ochiladigan holat qilib bergan. Xonadonimiz haqiqatan juda chiroyli chiqdi. Shunaqa ish rom bo'yicha xizmatlar kerak bo'lsa, pastda nomini qoldiramiz. Unda aloqaga chiqishingiz mumkin. Videoga like bosib, sayfamizga obuna bo'lib